experience, IELTS topshirish, IELTS 9, social media presence ni maintain qilish ozgina qiyin. Instruktor sifatida ikkalamiz ham Toshkentda, ham Buxoroda ishlaymiz ham. Qayerda dars berish osonroq, qayerda ko'proq result olib chiqishga osonroq bo'ladi o'qituvchiga deb o'ylaysiz? Meni ham, sizni ham DMlaringiz to'lib ketgan shu savol bilan. Endi shu savolga javob berish vaqti keldi. O'zi imtihon topshirishni yoqtirmayman. Buxoro juda kichkina shahar, distraction kam. O'quvchilarning qiladigan ishi yo'q. Bitta o'quvchimni kakishini to'g'ri qo'yib yuborganman-da. Bir haftada IELTS, bir haftada TOEFL va'da berishayotgan edi. Hech qanaqa ingliz tilini bilishi shart emas. When we interact with educated native speaker, they might know. But general public, they don't have anything with academic language that we have to deal in the IELTS test, right? Forget. I don't have such a student. Ichadigan drinkingiz nima? Coffee yoki tea? Liboy berilgan academic materialga moslashib keta olmaymiz. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun yangi IELTS bo'yicha podkastimizda ko'rishib turibmiz. Bugungi IELTS podkast sonida bir emas, ikkita guest bo'ladi. Birinchisi Mr. Kamron, ikkinchisi Mr. Jonibey. Sizlar bilan bugun IELTS sohasida sizlar bilmagan sekretlar, teaching bo'yicha experience, IELTS topshirish, IELTS 9 va juda ham qiziqarli bo'lgan IELTS ga oid mavzularni discuss qilib o'tamiz. Hop, guestlarni introduce qilishga kelganda, introductionni boshlasa ham bo'ladi. Yes. Oldin aytib o'tamiz, ham o'zbek tili, ham ingliz tilini foydalanamiz. Bizlar bilan Jonibek Tahirov IELTS sohasida 4-5 yildan beri o'qib, ishlab, ancha o'quvchilarga yordam beryaptilar. IELTS 8.5 4-5 marta oldilar adashmasam. Ajralib turadigan qismlari speaking, ya'ni speaking 8.5 olish oson emas. Lekin Jonibek Tahirov bu narsani 2-3 marta qilib isbotlaganlar. Endi to'g'risi ko'p test topshirmaganimiz uchun soni kam bo'lishi mumkin. Men ko'p test topshiraman. Endi count kam bo'lgani uchun achievement ham ozgina kamroq, lekin bu relative. Ya'ni test qancha ko'p topshirilsa, shuncha ko'p chiqaveradi. Darslar menga yoqadi. O'quvchi sifatida aniq, misol uchun Jonibek Tahirovning offline darslariga qatnashgan bo'lar edim agar yana qayta IELTS o'qishim kerak bo'lgan edi. Uni qilmayman. Xo'p, ikkinchi guestimiz Mr. Kamron Istamov, IELTS sohasida 3 yildan ko'p tajribaga ega IELTS instruktor. Reading listing muntazam ravishda 9, writingni aytmasa ham bo'ladi, cherry on top, writing 8.5, naqd 4 marta, writing 8.5, speaking ham yaqinda juda ham bomba yangilik bilan meni xursand qildilar. Oxirgi imtihondan chiqib shunday telefon qilganlarida speaking chiqdi deganlarida 8 mi yana desam yo'q, bu safar 8.5. Shunda bizda 8.5, speaking 8.5, writing 8.5, reading 9, listening 9. Overall 9 chiqish kerak. Bitta sertifikatga, ya'ni bitta go ga yig'ish ozgina qiyin bo'ldi. Yaqinda xudo xolasa yangiliklar 9 bo'yicha chiqadi. Nasib. Ikkalamiz haqida gaplashsak, biz Toshkentda ham, Buxoroda ham offline dars berib kelganmiz. Ham online, ham offline. YouTube'da, Instagram'da, Telegram'da blogimiz ham bor. O'zi ko'p mediada chiqmaymiz, chunki social media presence ni maintain qilish ozgina qiyin. Offline oila, offline ish, university studies bilan qiyin bo'ldi. Shu uchun sizlarga yanada yaqinroq bo'lish uchun shu podkastni olishga qaror qildik. Bo'ldi endi. Podcastni eng yuragiga, ya'ni savollarga o'tishimiz. Sure. Let's go, sir. Let's go. Let's let the ball rolling. Okay. Xo'p, birinchi savolim. What is the hardest part of the IELTS for you? Listening, reading, writing, or speaking? Well, IELTS is not hard. What I find most challenging is consistency. That was the factor, or say a factor and an issue that was holding me back from achieving the super score in all sections. What about you? For me, it's writing, definitely writing. Oh yeah. Writing,
siz aytgan gap juda ham muhim, consistency, ya'ni muntazam ravishda bitta narsani over and over again give up qilmasdan qilish. Yes. Menga shu writing oxirgi paytlar juda ham muammo bo'lgan. Ya'ni juda ham impatient bo'lganman writing yozishga. Ya'ni speaking, reading, listeningda hozircha Xudoga shukr muammo yo'q, lekin writing, you know, consistencyni ushlab bilish juda qiyin bo'lyapti. Manda o'zingiz bilasiz, speakingda shunaqa bo'lgan. Ancha consistency bo'lmagani uchun fail hammasi o'sha 9 ga yetadi, faqat speaking deymanda chiqib turasiz imtihondan. Da bo'ladigani shu oxirida imtihonning 2-3 kun oldin 6 ta istalab mock test topshirdik 2-3 kun orasida. Keyin qarasak, tayyorsiz, tayyor kelibsiz deb bera olishdi. Endi Xudo xolasa konsistentsiyani oshirsak, sizga ham 9 bera olishadi writingdan ham. Nasib, Xudo xolasa. Xo'p, juda ham qiziqarli savol bor. Okay. IELTS imtihonini necha marta topshirgansiz? O'quvchilar offline da ham, online da ham, meni ham, sizni ham DMlaringiz to'lib ketgan shu savol bilan. Endi shu savolga javob berish vaqti keldi. It's time to face the music. Okay. Xo'p, IELTS testni 14 marta topshirganman. 15-inchisi ham juda yaqin. Bilmayman qachon bo'ladi, lekin shu yozda bo'ladi. O'zicha bilaman-ku. So'rayapman endi bilish audience uchun da. Men unchalik ko'p topshirmayman. Hozirgacha 2021-yildan 2026-yilgacha overall 9 marta topshirganman. 9 marta. Yiliga 2 marta, 3 marta topshirib turaman. O'zi imtihon topshirishni yoqtirmayman. Chunki yoshligimdan ham yoqtirmasdim. Chunki menda imtihon topshirishim juda ham kuchli hayajon bo'ladi. I don't like the experience da. You know, I don't like the experience of being supervised and tested, especially in the speaking portion. Yeah, shu uchun kam topshirishga harakat qilaman. Kam bo'lsa ham samarali topshirishga. Hozirda 9 olish uchun biz juda ham ko'p harakat qilamiz. IELTS countlarimiz ko'payib ketyapti. No, bu hech narsa emas. 25 ta 30 ga count yetmabdi hali, to'g'ri? Yes. As long as you don't hit like 20, 30, you're fine to go. Yeah, like 15, 10 plus bu juda ham tabiiy va natural narsa deb o'ylayman. Yes, absolutely. Yes. Birinchi IELTS Birinchi IELTS haqida gaplashsak, kandidat sifatida, o'quvchi sifatida, ya'ni o'zimiz o'qituvchi bo'lsak, ya'ni o'quvchilarimizga o'xshab 5 yil oldin yoki 4 yil oldin o'quvchi bo'lganimizda IELTS testni qanaqa ko'rgansiz va birinchi marta topshirishda qiynalganmisiz yo'qmi va nimasi ko'rib chiqqan, o'sha haqida ozgina background bersak. All right, xo'p. Bizga IELTS keladigan bo'lsa, qiziq story. O'quvchi sifatida ayta olaman, eng yomon o'quvchilardan bo'lganman, chunki konsistent bo'lmaganman. Uyga vazifalar berilgan ishlarni vaqtida qilmaganman. Oxirida shu hamma yetib kutgan joyda meni kursdoshlarim ham hammasi yetib chiqishgan, butun guruh yetib chiqishganda, ustozim shunchalik yaxshi bo'lganlar. Lekin bittaman deb o'ylayman, o'sha gruppada 6 olib chiqqanman. Vaqtini ozgina oldin topshirganman, guruh ozginadan keyin topshirib, hamma yetib chiqqan, 6 olib chiqqanman. Kandidat sifatida, o'quvchi sifatida yaxshi bo'lganman deya olmayman. Bir ishni seriozno qilishdan, ya'ni jiddiy qabul qilib boshlaganimdan keyin yaxshi bo'lganman. O'zingizchi. Birinchisi menda 6.5 reading listening, writing 6, speaking 5.5 chiqqan. Da kandidat sifatida normal holat bo'lgan men uchun. Chunki kichkina shaharda, даже Buxoroning o'zi ham emas, kichkina shaharda u menimcha normal holat edi, lekin endi ota-onalar 7.5 maligini shuni boshlagan edi. O'shanda menda ozgina pressure bo'lgan. Hamma kursdoshlarim yetib olgani, keyin o'zim olib topib ketganim. Endi sababi bor, hikmati bor. Shunaqa bo'lish kerak bo'lgan ekan. Shunaqa. No, o'zi 6 ham starting point uchun yomon emas, chunki bizda ya'ni 5.5 ham birinchi attempt ola olmaydigan o'quvchilar ham bo'lgan. Va hozir ham bordir. Ya'ni birinchi starting point uchun 6 yomon emas, chunki siz adashmasam General English unchalik ko'p o'qimagansiz, to'g'rimi? Men General English juda ko'p o'qiganman-da, ko'p vaqtim ketgan. Birinchi o'zi 2018 da boshlaganman, ya'ni 2 yil mobaynida
passivna GE ni o'qib kelganman. I didn't take it seriously up until 2020. Ya'ni 2020-yilda seriozdan olishni boshladim va rovna 1 yil 1 oyda 2021-yil 2020 avgustga borgan bo'lsam, kurslarga 2021 sentyabrning oxirida topshirdim. Birinchi IELTS attemptim Toshkentda bo'lgan, payt Buxoroda IELTS topshirish iloji bor edi. Sharoitlari, equipment yaxshi emas edi. Shunda Toshkentga topshirishga qaror qilganman, chunki craze bo'lganda o'sha payt IELTS ni o'quvchilar IELTS deganda birinchi bo'lib test venue Toshkent shahri kelgan. Shuning uchun trenddan qolmaylik deb biz ham Toshkentga borganmiz. Uydagilarim aytgan Buxorodan topshirsa bo'lar ekan, yo'q Toshkentga borasan, Toshkentga borib topshirasan deb qo'yishmagan. Keyin 3 kishi borganmiz, 3 ta kursdosh Toshkentga IELTS topshirishga. Birinchi marta IELTS kirganda juda ham katta hayajon bo'lgan. 200 kishi Grand Mir Hotel Rossiyaga assosiasi avvalgi 200 kishining yonidan bitta o'zim kirib ketdim. Juda ham hayajon bo'lgan. Yaxshi topshirib chiqmadim deb o'yladim, chunki reading listening juda ham qiyin bo'ldi. Speaking ni aytmasa ham bo'ladi, writingda lekin bitta fishka, zo'r narsa bo'lgan. Hammaga ham aytmagan adashmasam bu storyni. Paper based bo'lgan, ha. Men o'zi statistical graphlar bilan unchalik do'st emasman, unchalik yaxshi ko'rmayman o'sha paytda. Process bilan lekin shunaqa yaxshi ko'rardim. Shunda writing paper shay ochsam process turibdi. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. O'sha payt yaxshi ko'rib shu astoydil yozganman writingni. 14 kundan keyin javobini ko'rsam agar overall 7, hamma sectionda 7. Lovely. 7 turibdi. Birinchi experience juda qiziq bo'lgan. Mendan ham 7.5 kutishgan. 7 olib chiqganmiz. O'quvchi sifatida qanaqa bo'lgansiz? O'quvchi sifatida consistency, disiplina bo'lgan, punctuality bo'lgan, consistency bo'lgan. Darsdan qoldirmasdim. Darslarga 100% tayyorlanib kelardim. Ba'zida tushunmay qolgan joylarim bo'lsa, o'qituvchidan so'rab, yarim tayyor kelgan paytlarim ham bo'lgan. Bright student bo'lmaganman, average bo'lganman desa ham bo'ladi. Ko'p o'qiganman. 1 yildan oshiq o'qiganman General Englishni. Chunki bizda darslar har kun 2 soatdan bo'lgan, 1 yil bu juda ko'p muddat. Yes. Da. Absolutely. Da. Productive skill, writing speaking qiyin bo'lgan. Reading listening hammada, ya'ni boshqalarga o'xshab oson bo'lgan menda ham. Shu payt kandidat sifatida IELTS topshirganmiz. Undan keyin уже instruktor bo'lib topshirganmiz. Yes. Okay. Interesting. Keyingi savolimiz. Buxoroda dars berish va Toshkentda dars berish haqida bo'ladi. Menimcha hamma kutib turibdi shu savolni. Yes. Xo'p, siz qaysini tanlagan bo'lar edingiz? Mana instruktor sifatida ikkalamiz ham Toshkentda, ham Buxoroda ishlaganmiz, ishlaymiz ham. Xo'p, qayerda dars berish osonroq, qayerda ko'proq, misol uchun result olib chiqishga osonroq bo'ladi o'qituvchiga deb o'ylaysiz? Xo'p, bitta narsada disclaimer aytish kerak boshidan. Bu yerda aytiladigan hamma fakt bu har bitta speakerning o'zining shaxsiy fikri. Fakt emas, yo'q, qayerdandir olinmagan censorship yo'q. Toshkentda va Buxoroda dars berish juda ham katta farqi bor deb o'ylayman. O'zim 4 yildan beri ham Toshkentda, Buxoroda dars berib kelganman. Undan oldin faqat Buxoroda dars berardim. Sezgan narsam ayblari, ya'ni hamma innocent, bitta tomoni shaharda deb o'ylayman. Buxoro juda kichkina shahar, distraction kam. O'quvchilarning qiladigan ishi yo'q. Uyda o'tiradi yoki dars qiladi. Endi uydagilari qo'ymaydi uyda o'tirishga, shuning uchun dars qiladi. Ko'p vaqti bor. Kichkina shahar, u distraction kam deb o'ylayman. Toshkent distraction ko'p bo'lgani uchun o'quvchilarning soni ham ko'p, keyin distractionlar ham ko'p, shuning uchun o'qish qiyin bo'lishi mumkin. Siz savolingizga javob bersam agar natija bo'yicha ikkala shaharda ham natija qilsa bo'ladi. Lekin ozgina sistemaga o'zgartirish kiritib, hozirgi sistemani ichida
Toshkentda ozgina rezultat chiqarish qiyin, ko'p vaqt talab etiladi. Birinchisi, chunki dars 80 minut, haftada 3 marta, Buxoroda har kun 2 soatdan bo'ladi. Birinchi duration of the classes. U yerdagi quality deb o'ylayman, sistema, program. Toshkentda program unchalik intensiv emas, shu uchun ko'p vaqt talab qiladi. Keyin ozgina natija chiqarish ham kechroq chiqadi. Buxoroda tez chiqadi, chunki har kun 2-3 soatdan dars qilishadi. Ikkala shaharda ham natija chiqarsa bo'ladi deb o'ylayman, no o'zlarini change modificationlaridan keyin. Siz nima deb o'ylaysiz? Nima ham deyish mumkin? Juda qiziq holat. Meni fikrim. Toshkentda ham, Buxoroda ham eplasa bo'ladi, faqat degan joy bor. Aytayotganingizdek, distractionsni ko'proq Toshkentda. Bizda bu yerda Buxoroda o'quvchilar siqilib ketishadi. 2-3 soat har kun dars, har kun kelish kerak. Даже yakshanba kunlari ham shunaqa o'qituvchilarimiz bor, fidokor, chaqirishadi mock testni. Bittalari Jonibek Hozir tugab mock test tugatdilar. Men uyqudan turib keldim yakshanba kuni. Podkast olamiz. Bu yerda Buxorodagi o'quvchilar siqilib ketishadi, lekin tushunishmaydi. Misol uchun zo'r imkoniyat berilyapti-da. Toshkentda distraction ko'pligi sifatiga o'quvchilarda, ya'ni choice ham ko'p, distraction ham ko'p. Ularda shunaqa tushuncha borki, o'qituvchi menga moslashishi kerak. Bu narsa xato deb o'ylayman. Qanaqa holatda classroomda ham o'qituvchi ham o'quvchi bir-biriga moslashishi kerak-da. Lekin Toshkentda choice ko'p bo'lgani uchun shunaqa ko'p o'quvchilar orasida mindset tug'ilib qolgan. O'qituvchi menga moslashishi kerak, men pul to'layapman degan tushuncha bor. Shu uchun bir dars kelishadi, 2 dars kelishadi, 3-darsda уже u odamlarni ko'rmaymiz. Bu narsa yomon demoqchi emasman. Haqiqatda ustoz qidirish kerak. Men o'zim ham qidirganman-chi. Lekin bu degani, ya'ni menga moslashish kerak hamma, men xohlagandek o'tish kerak, guppani tashab degan tushuncha bilan darslarga kirish xato. Chunki siz misol uchun tez o'rganishingiz mumkin, yoningizda o'tirgan odam azizga sekinroq o'rganishi mumkin. Siz tilni yaxshi bilmasligingiz mumkin, lekin o'sha beginner darajada bo'lsangiz agar, yo bo'lmasam IELTS bo'layotgan bo'lsa, ikkita o'quvchi kiradigan bo'lsa, siz yaxshi bilishingiz mumkin, u bilmasligi mumkin, lekin shuni teskarisi ham bo'lishi mumkin. Shu uchun Buxoroga keladigan bo'lsak, u yerda bunaqa narsa kam. Bitta kirishadi, bo'ldi. O'ylasa, что o'qituvchi menga yordam berib biladi deb bo'ldi. O'qituvchiga borib ko'ring, bu o'qituvchiga borib ko'ring, narxlarni solishtirib ko'ring. Ya'ni bozor bo'lib ketib qolganda, shu tomoni bor, lekin haqiqatda aytayman, ham Buxoroda, ham Toshkentda o'zim biladigan fidokor ustozlar bor. Ular qanaqa vaziyatda bo'lmasin, natija chiqarishyapti. Yana Toshkentdagi IELTS teaching yoki English teaching bo'yicha bitta yaxshi narsa bor. O'tdagi o'qituvchilar o'zini ustida juda ko'p ishlaydi. Professionalda o'zimni juda ham ko'p networking qilib yuraman. Juda ham ko'p tanishlarim bor. Ular o'zini ustida kun-tun ishlaydi. Siz aytgan pointga addition qilmoqchiman. To'g'ri, distraction ko'p va buni root cause'larini ham men avval aniqlab bo'lganman. Birinchisi mindset va misinformation tarqalgan. Ya'ni IELTS ga aloqador bo'lmagan shaxslar yoki organizatsiyalar maqsadi pul bo'lganmi bilmayman. 2 oyda 3 oyda IELTS olib beraman 0 dan yoki publicni miyasini zaharlagan, ota-onalarni ham, o'quvchilarni ham reklama qilib, public unga adapt bo'lgan, ya'ni o'ylashgan. Agar brainwash bo'lgan. Agar bu reklamalar bitta bo'lmaganda, unaqa polniy Toshkentda shunaqa bo'lgan. Ya'ni bu organizatsiyalar shunaqa qilsa, muncha hammasi qilib bilmaydi deb boshqa o'quv markazlariga ham bosim o'tgan o'sha narsani. Va public adapt qilgan, ularga faster result, ya'ni aytadi-yu, men 1 oy vaqtim bor, 2 oy vaqtim bor, IELTS olishim kerak deb ko'p keladi o'quvchi. Ana shundan, ya'ni dalolat beradiki, o'shadan kelgan bu narsa, o'shadan kelgan bu trend. O'qituvchi tanlash bo'yicha. To'g'ri, Buxoroda o'qituvchilar kam bo'lgani uchun tanlash qiyinroq. Buxoroda, Toshkentda IELTS instruktorlar, general English teacherlar ko'p bo'lgani uchun o'quvchilar ko'pincha tanlaydi. Ozgina pikkiroq. Lekin daraxt bitta joyda gullaydi degan proverb borligida bitta o'qituvchiga stick bo'lib, darslarga borish
bilimni yuqishini osonlashtiradi deb o'ylayman. Absolutely. Manda personal advice shunaqa bo'lgan bo'lardi. Yes. Xo'p. Endi o'quvchilar haqida gaplashsak. The craziest student transformations. Shunaqa studentlaringiz bilan zo'r transformationlar, o'zgarishlar bo'lgan storylar va caselar bo'lsa, share qilsangiz juda ham zo'r bo'lardi. Bitta case bor. Ko'proq writing o'taman. Offline'da ham, online'da ham o'z bilasiz. Bitta guruhimiz bo'lganida offline'da writing uyga berganimdan keyin test tekshirganman. Bitta o'quvchimni kakishini to'g'ri qo'yib yuborganman-da. Chunki muammolari bor edi, to'g'ri qo'yib yuborganman. U o'quvchi uncha writingni seriyoz olmagan, undan oldin jiddiy qaramagan. O'shandan keyin 4 dan keyin hamma narsa o'zgarib ketdi, writingga qiziqib, o'sha mendan bir paytda kakshish uchun to'g'ri olgan o'quvchi oxir oqibat ozginadan keyin o'zini IELTS journey-sini 8 writing 8 bilan tugatganda, oral ham 8 chiqqan, writing ham 8 chiqqan. Endi bitta men o'zim ishladim demayman. Partner bo'lib ishlaymiz yo'q. Unda bitta men o'rnim yo'q, lekin o'shani eslayman, что mana shunaqa kes bo'lgan, kakishni 4 deb oxir oqibat writing 8 olib ketishgan. Ya'ni ba'zi bir o'quvchilar demotivatsiya bo'ladi, yig'laydi. Misol uchun men desa tanqid qiladi o'qituvchini. O'quvchi o'sha narsani o'zini foydasiga ishlatgan. Ya'ni shu kakishni to'g'ri olman. Demak, menda xato bor, nima qilishim kerak? Keyin writing 8 ham oson narsa emas. Oson emas. Oson bo'lgan deydi. Hozir hamda writing 8 bo'lar edi. Yana bitta poyat berib ketmoqchiman. Social mediada men 9 oldim, men 8,5 oldim, men 8 oldim deb chiqayotgan odamlar backgroundni ko'rmaysiz, qanchalik dars qilyapti, ular faqat natijani olib chiqadi. Social media o'zi shunaqada noto'g'ri illusion yaratib qo'yishadi. Lekin o'sha misol uchun aytmoqchi bo'lganim, ko'rayotganingiz 7,5, 8, 8,5, 9 otganlar, u faqat natijasini ko'rib bo'ldi, oson ekan deb o'ylamang, iltimos. Shunaqa bo'lgan bizlarda kakishni to'rt orqasidan overall writing 8 olib ketishgan. Manda unchalik crazy transformation bo'lmagan. O'tgan yili boshqa davlatdan o'zbek o'quvchisiga IELTS onlayn o'tib berganman. Unda Yevropadan bo'lgan, kechqurun 9:30 11gacha o'tardim. Juda ham qisqa vaqt mobaynida biz overall 7,5 ni qo'lga kiritganmiz. Avval u o'quvchi IELTS bilan topshirmagan. Reading, listening juda ham kuchli bo'lgan. Chunki maktablari ingliz tilida bo'lgan, Swedishda bo'lgan. Juda ham kam muddat ishlab IELTS dan 7,5 ballni qo'lga kiritganmiz. O'zim ham birinchi marta result ko'rganda ishonmaganman. Juda ham impressive bo'lgan. Lekin kreditni ko'pisini o'quvchini o'ziga bergan bo'lardim. Chunki sovuqda ham, issiqda ham kafega borib, uyga borib, tinmasdan dars qilardilar. Reading listeninglar ustida ishlab. Jack crazy transformation bo'lmagan. IELTS 4,5 dan 2 kun ichida IELTS 9 olib bergan transformationlari bo'lmagan lekin. Yes. Bizda yana bitta case bo'lgan. Gapirib o'tishim kerak. Instagram o'zi ishlatmayman. Qachon bo'lib kirib qolish ehtimolim bor-da. Baribir tanishlar bog'lanib, misol uchun ustozlar boshqalar. Xullas, kimdir menga tashlagan edi, Reels target ham qilingan, kimdirgadir, misol uchun o'sha target qilayotganlar kandidatlarga bir haftada IELTS, bir haftada TOEFL va'da berishayotgan edi. Hech qanaqa ingliz tilini bilish shart emas degan narsa target qilingan. Ya'ni mana hozir aytyapsiz, picky bo'lishgan, tez qolashadi, 2 kunda 6 dan 9 olib berdim degan gaplar ko'payib ketib qolgan-ku. Endi 6 dan 9 emas u, lekin shu atrofga yaqinroq example uchun ishlatyapmiz. Bo'lgan narsa, men kommentariyasini ochib ko'rganimda juda ko'p odamlar bog'lanish uchun kontaktlarni qoldirishgan. Ya'ni bu degani bizada oson hayot, oson yutuq, odamlarga ko'rsatish degan tushunchalar ko'payib ketib qolgani uchun o'sha mamlaqa narsalar ham til o'qitishga ham, ilmga ham kirib kelyapti.
bu narsani ko'rib, har kun kechqurun bilan Instagramda reels ko'radigan, darsda oldin reels ko'radigan o'quvchilarga aytayapman. It's nothing but an illusion that you are being brainwashed, right? Yeah, they're brainwashed into. Yes. Yeah. Takes a little time until we switch to English, right? Yeah, it takes time. Keyingi savolga o'tsak, hammamiz ayni instruktorlar progressively ko'tarilishadi. Ya'ni ularni ham o'zlarining IELTS journeysi bor, bizga o'xshab. 9larning soni 65 taga yetdi. Xudoga shukr, 65 taga yetdi. Yes. 2023-yil 3-martdan boshlab hozirgacha 65 ta naynerlarimiz bor. Va ular ham 8,5 lik milestonedan o'tgan paytlari bo'lgan. Ya'ni 8,5 oldingizmi, siz 9 ga potensiyalingiz borligini his qilasiz, to'g'rimi? Yes. Savolim shundan iboratki, what was your first reaction when you got your first 8.5? Birinchi marta 8,5 o'rib olgansiz, hissiyotlar, feelinglar qanaqa bo'lgan? Nimani his qilgansiz? So, my very first 8.5, I was taken aback by the result, not because I ended up with 9 in reading and listening, but it was because my writing was 8.5. I was always doing something to achieve, what people cannot really achieve. Yeah, people can achieve, but I was Not trying normally to achieve something that most people found hard. And that 8.5 on writing, was true game changer. Yes. I see. It was burst of dopamine. I can't really describe that, experience with words. Yeah, it's beyond words, I can say. What about you? Adashmasam bir payt olganmiz 8,5. Orasida bir oy farqi bor. Bir oy farqi bor, Yes. Men o'zi ko'p test topshirmayman. British Council bilan topshirganman sentyabrlarda, paper based. Men o'z CGI'ni boshidan yaxshi ko'rmasdim, chunki men format to'g'ri kelmaydi. I feel uncomfortable. Laptop bilan ishlash, symbol typing, paperga yaqinroq yurardim. Chunki paper bilan 9 olish iloji bor deb o'ylardim. Iloji bor, просто writingdan 8 olish kerak. 8,5 olish ozgina qiyinroq. Paper based ham yo'q hozir. O'sha payt paper based bor edi. Birinchi marta topshirganda British Councildan 8 olganman. No, 8,5 yetmagan. Keyin 3 oydan keyin o'zimni CGI topshirish qo'ndirganman. Yanvarlarda topshirganimda birinchi marta 8,5 ni o'sha payt olganman. Reaksiya unchalik kuchli bo'lmagan, chunki men imtihonga kirib chiqdim. O'yladim yana qayta 8 chiqadi deb, chunki yaxshi performance put on qilmaganman. Didn't put on a good exceptional performance because I thought I screwed up the test. It was in Noza back in Tashkent. Juma kuni edi. Keyingi kuni Toshkentda mock test o'tkazardim. Yakshanba kunlari, shanba kuni kechqurun javob chiqdi. Juma kuni topshirgan bo'lsam, keyingi kun shanba kechqurun 8-7 yo'qlarda chiqqandi. Email kelganini ko'rdim, lekin stullarni tashib, print qilib, suvlarni qo'yib, ertangi mock testga tayyorgarlik qilayotgandim. Rostdan aytsam, ochib ko'rgim umuman kelmadi. Ochgim kelmadi, uyga bordim. 2 soatdan keyin ochganman, 10:30larda uyga borishda ochmayman dedim. Ochib qarasam agar, 8,5 eng sizga writing 8,5 bo'lgani fishka. Men uchun speaking, men uchun writing 8 bo'lgan. Chunki men avval writing 8 olmaganman. Writing 8 o'sha payt juda ham elusive edi. Reaction zo'r bo'lgan, juda ham xursand bo'lganman uydagilarga telefon qilib. Undan oldin uydagilar qancha telefon qilishgan, ya'ni nima qilib yursan, ishlab, IELTS keraksa qilgansan-u, tayyorlanmaysanmi? Unaqada yana 7,5 olib qo'ymagan, yana 8 olasan. Ularga tushuntirganman, tam instruktor bo'lib preparation boshqacha bo'ladi, student like bo'lmaydi deb ular endi bilishmagan. Keyin telefon qilib aytganda 8,5, siz tayyorlanmadingiz deganlar. Shunaqa bo'lgan ozgina. Okay. Interesting. Very interesting. All right. But now I want you to talk about sacrifices nobody saw until you've achieved your very first 8.5 and multiple 8.5s in speaking.
Sacrifice ko'p qilganman deb o'ylayman IELTS sohasida. 2020-yildan beri IELTS sohasidaman. 6-yilim ketyapti. Har bitta yilning o'zida kechqurun, ertalab, ozgina bo'lsa ham prep qilganman. IELTS uchun studying abroad ham bo'lmagan. Ya'ni study abroaddan man kechganman IELTS career uchun. Shu bitta sacrifice bo'ladi. Endi speaking 8.5 va aynan bitta achievement bo'yicha sacrifice bo'lsa, man to'g'risini aytsam o'zbek va russianimdan kechib faqat inglishda gapirib 8.5 gacha chiqarganman. Ya'ni peace of mind and immersion deb o'ylayman. Ya'ni siz instruktormisiz, English teachermisiz yoki oddiy o'quvchimisiz, shu ertalabdan kechgacha harakat qiling, English vibe'da, atmosphereda yurishda immersionni shakllantirgandan keyin bu yo'q oson bo'ladi deb o'ylayman. Sidachi, what about you? What sacrifices have you made? Well, I don't know. I can't really say I've sacrificed anything. Yeah. So I guess you sacrificed your lunch. yeah, sleep. Sleep, yeah. Sleep, by the way. Yeah. On my way to my very first 8.5, I was burning midnight oil because I thought it would change my life. And it turned out that it doesn't change anything. But just because I wasn't sleeping enough, I was drowsy during the day, and people would literally come up to me and say, "Are you drunk? Or have you tried weed or something similar?" Are you high? Yeah. So I was on my way, I'm trying something, and people would literally come up to me and say this. Can you imagine? Yeah. You were that tired, right? Yes. Well, it's, until you achieve it, it feels like you can't. But once you do it, your mind keeps telling you that you can, which is probably why I take more tests. Yeah, exactly. Exactly. Yeah, like there's nothing I can really say that I've sacrificed. It's just that this is how life is built. You work hard, or you will work for those who work hard. That's just simple principle. Once you accept that, life is gonna change quite a lot. Yeah. Now let's talk more about our Ben 9 hunt. Let's go. Hunt. Yeah. We've been hunting 9 for the past a year now. Yes. Or even 2 years. And I want you to talk about the biggest lie students believe about Ben 9. Biggest lie. Biggest lie, yeah, yolg'on, eng katta yolg'on overall 9 haqida. I don't know. Like literally, what about you? Do you have anything in mind? I believe we are almost technically Niners, but not on paper. Unfortunately. So I'm not sure whether we can answer this question, but let's try. Let's try our hand at answering this. All right. O'ylayman overall 9 olgan odam haqida yoki overall 9 bo'yicha biggest lie bu hamma so'zlarni bilishi. Ya'ni reading passage deb berasiz. So'zni va ma'nosi nima deb o'qituvchi kelsa, o'qituvchi 9 olgan bilmasa, tabiiy holat. Chunki ingliz tilida necha mingta so'z bor, hammasini bilish, ya'ni ninerlar ham yoki native speakerlar ham bilishmaydi. Tabiiy holat bu. O'quvchi kelib, mana shu so'zning ma'nosi nima deb so'rasa, bilmayman desa agar, sizda 9 bor, nima uchun bilmaysiz? Ya'ni ularda shunaqa narsa line shakllanganki, overall Ben 9 olgan odam native speaker, umuman bir tomchi farqi yo'q, hamma so'zlarni biladi degan deception, lie bor deb o'ylayman. Yana nima? Yes, I have a very, very relatable case here in point. I do love to learn about sleep, and I've contacted one of the researchers in the US, and we had a Zoom meeting. And my question to that researcher was that it went like this: what's the biggest conundrum you faced during your project? And the person would literally say, like, what the hell are you talking about? What's conundrum? Conundrum means a problem, right? That's an academic word. To
dig a little deeper into your point, even when a person gets 9, that doesn't mean they're native speakers. And even native speakers don't know particular words. Well, when we interact with educated native speaker, they might know. But general public, they don't have anything with academic language that we have to deal in the IELTS test, right? So it's just that you have to understand that even when a person gets 9, that doesn't mean they are the best out there. It's just that this is language. If you don't speak Uzbek and go to another country, live there for 5 years, it's going to be a little harder for you to get back to Uzbek. And the same goes for English or any other language out there. Language is not a, thing that you will install to your brain and it works like it works in robots. It's something that you interact with it. If you interact with it less, then it may fade away. That's the thing. I see. Okay. Ingliz tilida ya'ni qaysi so'z sizga qiyin bo'lgan, necha yillab, necha kunlab to'g'ri talaffuz qila olmagansiz? What was one word that you have mispronounced for years? You couldn't, get a hang of it. I don't know. It might probably be the word experiment. I still mispronounce it here. I mean, every now and then, right? Yeah, I don't know. Like, I haven't got the hang of it yet. Okay. What about you? I've got 2 words here. The first one is enthusiastic. Enthusiastic. Okay. Yeah, enthusiastic. Okay. And the word literally is British. Yeah. Literally is American. Yeah. So since I was, I've adopted American accent. So my accent is mostly based on American. Accent. That's why I needed the American version, literally, and it took me years to pronounce it correctly. I see. Okay. I have a question for you, sir. Okay. And my question is, what's that one thing you would tell your past self on day 1 of IELTS prep? That's really interesting, right? I would say never give in or never give up. You are on your way to a 9. You are really close. One day you'll get close to a 9 and keep pushing your boundaries. And IELTS might eventually be your career choice. IELTSni day 1da, endi IELTSni boshlagan day 1 kunimda, birinchi kunimda men o'zimga give up qilmaslikni, oxirigacha borib, shuni karyera qilib odamlarga bilim ulashishni va juda ham interaktiv va enjoyable career qilishni o'zimga promise qilgan bo'lardim va a little bit of motivation bergan bo'lardim o'zidacha. Juda qiziq savol ekan. That's interesting, yeah. I tell myself to stay consistent. Stay consistent. That's the only 2 words I would tell to my past self. Nothing else. Okay. Yeah. Stay consistent and don't be distracted. Don't be distracted. Okay. Now let's talk about students making mistakes. Sure. So what is one biggest mistake students make before the IELTS exams? Oh, they may think that doing 1 extra listening or reading practice test will change their scores just before the test day, which actually doesn't. That's what I find very common among students who are about to take the test. Yeah. Xo'p, imtihondan oldin bitta reading listening qilib, katta natija kutish. Yes. Men o'ylayman, dars qilish, ya'ni input. Imtihondan oldin inputga fokus qilish unchalik tavsiya etilmaydi. Output. Ya'ni bo'ldi. Siz shuncha knowledge oldingiz, endi uni aktivlashtirib, ertaga imtihonda ishlatish uchun tayyorlash kerak. Ya'ni inputni sekin kamaytirib, output, ya'ni production chiqarishni, produce qilishni boshlash kerak. O'quvchilar imtihon kirishi 10 minut qolgungacha ham yangi narsa o'rganadi. Writingdan struktura, speakingdan idioma, structure, vocab, collocation, hamma narsani o'rganadi. Oxirgi minutgacha keyin kiradi, birortasini ham ishlata olmaydi. Chunki ya'ni sizda
unconscious memoryga tushadi keyin consciousga o'tish kerak, ancha vaqt kerak unga. Ya'ni 20 1 soatda hal bo'ladigan narsa emas. Yes. Sizga anaqa emas u, nima deydi? Suvdagi kirib juda ham tez yetib bormaydi-da u. Yes. It's like a, monument That you built. You keep, building it. Absolutely. And it's not an overnight success. It's not an instant success. Yeah. Okay. And we were talking about students. Then, who was the student you'll never forget? Very interesting question. Who made this up? Okay. Oh, I've had hundreds of students, but I don't remember. Yeah, I've put you in a tight corner. I know. Yeah, you put me on a hot seat now. Okay. Alisher, I would say. It was last year. O'tgan Alisher degan o'quvchim bo'lardi. Reading listening juda ham yaxshi ichadi. Technically 9 edi. Writing, speakingda unchalik qiziqish bo'lmagani uchun ko'p fokus qaratmasdi. Lekin IELTSni boshlagandan qisqa muddat ichida reading listening 9 qilgan. Shunisi bilan juda ham, ya'ni I was blown away, I was taken aback. Juda ham hayron bo'lganman. Faqat reading listening ustida ishlardi. Ertalab ko'rsam ham, kechqurun yonidan o'tsam ham faqat reading listening qilardi. Juda ham hard working industry student bo'lgan. U student men uchun yaxshi natija olib chiqqan imtihonda. Juda 2 marta topshirgan adashmasam IELTS va oxirgisida 7.5 natijani qo'lga kiritib, rezultini menga olib kelib juda ham xursand qilgandi. O'sha o'quvchim Alisherni hech qachon unutmagan bo'lardim. Hozirgacha esimda. Sizlar-chi? What about you? I'm a little bit of a robot, which means I have nothing to tell regarding students that I would say I still remember or don't, forget. I don't have such a student. You don't have such a student. They are remarkable people. They are truly, students that are truly skillful at what they do. They're disciplined. They stay consistent. They avoid distractions, but I can't really say I have a student that I don't forget at all. Menda ham ko'p bo'lgan, lekin bittasini kerak edi, one student edi-yu savol. Shuning uchun bittasini aytib qo'ydim. Yes, I see. All right, let's go. Let's get going. Why don't we now go to rapid fire questions? All right. Rapid fire questions, you just have to answer them with a couple of words and we'll move on. Yeah, right. It has to be fast. Okay. What advice would you give your 7-year-old version? 7-year-old? Really? Yes. Okay, let's make it 17-year-old. All right. 17. Avoid distractions. Stay consistent. Okay. What about you? Me, I would say not to hurry, not to rush with university decision and my career choice. That would be my number one sound advice given to my 17-year-old version. All right. Could you please describe me as 17-year-old Johnny Beck? How I was in real life, you mean? How he was in real life. Yeah, how he was. No, like real life connected to your English studies and so forth. 17-year-old. I've been teaching when I was 17. That was my first year of teaching, actually. Yeah, but I didn't have many groups. I've got a couple of them, maybe 2. So I would work and prepare for the university. Yeah, and study math. Yeah, I was. Are you good at it? Yes, I believe, because my major is finance. Oh yeah. My major is finance. For the record, he studies at Westminster International University, located in Tashkent. Yeah. Unlike me, who has no education. You got one. Come on. Okay. Yeah. I actually study at university provided by Life. Yeah, it's a real life university, right? Yes, absolutely. Yeah. Okay. Yes, let's get it going. Yeah, rapid fire question number 2.
if you lost everything tomorrow, how would you rebuild it? I would stay patient and consistent. Yeah, I don't know. I have no idea what I would do. Oh, okay. Bir kunda ertaga hamma narsani yo'qotsam agar, bilmayman. Qanaqa stress va shokda tushgan bo'lardim, lekin bilaman move on qilgan bo'lardim, ya'ni davom etgan bo'lardim. All right. Yeah. Uh, I believe you can do it. yeah. Next. Imtixoningiz tasavvur qiling, ertalab 9:30da sizni main exam, All right. IELTS main exam, reading, listening, writing topshirish kerak. Shundan uyqudan turdingiz, birinchi bo'lib ichadigan drinkingiz nima? Coffee yoki tea? That's coffee. Why? It gives you more caffeine. Okay. Is that tea? Yeah. Don't tell me it's tea. It's tea. Ah, come on. It's tea. Because coffee ichganda man juda ham overconfident bo'lib ketaman. Miyada shu majlis bo'lib ketadi, aktiv bo'lib ketadi, juda boshqara olmay qolishim mumkin. Shu uchun tea. Ya'ni kofedan ko'ra kofeini pastroq, kamroq. Shu uchun teaga resort qilgan bo'lardim. Okay. Is there a point in your IELTS prep where you were almost quit? Bo'lgan. That was one of the turning points in my life where I almost wanted to give up. I was on the verge of quitting. Shu darajada qilgacha kelganda, hamma narsani tashlab, boshqa narsa boshlamoqchi edim. U narsa nimadan kelib chiqdi? IELTS topshirishdan. Bir oyda 2 marta IELTS topshirganim, kelasam 8.5 chiqqanda, har xil subsectionlar bilan juda ham motivatsiya bo'lganman. Yoki writing task 2, yoki speaking examiner, yoki reading passage. Shu narsalarga, ya'ni yaxshi narsa tushmagandan keyin juda ham, ya'ni past section unlucky bo'lib qoladi. Nima uchun aynan shunaqa narsa menga bo'ladi? Nima uchun aynan shu kun bo'lyapti? Nima uchun bir marta, nima uchun 2 marta bo'lgan, yana qaytib takrorlanyapti. Shunaqa experiencelar hammasi smooth ketmayapti-da. Shu narsa meni give up qilishga olib borgan, qiligacha olib borgan, lekin give up qilmaganman. Sizdachi shunaqa point bo'lganmi? Yes, bo'lgan deb ayta olaman. I was about to quit. It's very interesting. I was about to quit not because I lost my faith and belief that I can pull that score off or be a best teacher out there, but it was because I was surrounded by people who didn't believe in me. I actually don't interact with people, strangers, students a lot outside of the classroom, but sometimes we do really need such people who believe in us in the process and who truly stay patient. And if you find such a person or people, then that's a jackpot. Jackpot. Yes. Cherry on top. Yes. So in the end, I ended up putting my whole faith again in the God that created every one of us and the universe. And then there's a verse, right, in the holy book of ours, Quran, Muslims. Yeah. When you take a risk, put all your faith in Allah, and everything will turn out to be great. If it doesn't work out, then that means it wasn't yours. It was something similar. I'm not sure if I remember this verbatim, but it was something similar to this. Dars berish boshlagansiz-ku IELTS olganingizdan keyin. Yes. Shunda dars berish sizni general English va umumiy ingliz tilidagi bilimingizga qanaqa ta'sir qilgan? Menda qiziq voqea bo'lgan. Ko'p o'qituvchilar boshlaganda trainingdan o'tishadi, general English o'qitib boshlashadi. Men to'g'ridan-to'g'ri IELTS kirib ketib qolganman. Chunki o'sha paytda karyeramni kichkina bir o'zimizdan tumanda o'quv markazida boshlaganimda, unda o'sha IELTS gruppalar bo'lganda, ko'proq o'sha yerda o'qituvchi kerak bo'lgani uchun meni o'shalarga sayt qilib qo'yishgan. Ular bilan birga practice qilganim tufayli menimcha darajam ancha o'sib ketgan deb ayta olaman. Lekin ko'p holatlarda ustozlar pastdan boshlashadi. Menda o'sha paytda nima deydi, ketmon o'chib qolganmi? Shunga o'xshagan narsa bo'lganda. Yes. Xo'p, bizda ikkita savol qolgan. Juda ham qiziq savol. All right. Birinchisi writingdan 8.5 olgansiz, to'g'rimi? To'g'ri marta. Yes. So, hozir ko'rayotgan o'quvchilarga writinglarini
aynan 8,5 reytingni 8,5 olish uchun o'zi nima qilish kerak? Chiroyli road map tuzib beringchi. Xo'p, tasavvur qilamiz, reytingingiz 6 hozir. Olishingiz kerak 8,5. Birinchi mission bo'lar edi kichkina deadline qo'ymaslik, ya'ni iloji boricha 4+ monthga harakat qilish kerak, chunki bu juda qiyin narsa. Qiyin degani qilib bo'lmaydigan emas lekin. 6 dan 8,5 gacha 4+ oyda o'zim chiqqanman. Keyin reytingdan endi iloji boricha sizdan yaxshiroq odamlarni topib, ularni yozayotgan esselarni o'rganib chiqish kerak. Bizda hozir teenagerlar orasida shu egocentrism juda mashhur. Men zo'rman, boshqalar menga teng kelmaydi, shu uchun men hech qachon boshqalarni o'rganmayman degan tushuncha bilan ko'plarni ko'rganman. Qotib qolishadi bular. Menda ham qisman bo'lgan, teenager bo'lganimda, shu uchun men может быть kichkina balogandirman, lekin bu mindsetni o'zgartirib, haqiqatda yaxshidan yaxshi ko'pligiga ishonib, ulardan yaxshi niyat bilan o'rganish boshlaganimdan keyin o'sish boshlangan. Analyze qilasiz, o'rgangan chunklaringizni, grammatikaringizni o'zingiz ishlatib ko'rasiz. O'qituvchi bilan ishlaysiz yoki o'qituvchi bilan ishlamaysiz agar, AI har doim yordamga keladi. Men birinchi 6 gacha o'qituvchi bilan ishlaganman, keyin 6 dan to 8,5 ga kelganman. Shu paytgacha faqat AI bilan ishlaganman, boshqalardan o'rganganman. Lekin qanaqadir o'qituvchi kelib, quloqimdan cho'zib, o'qiman, o'tirman, senga study plan deb aytmagan. O'zi o'rganadiganlarni self study deymiz-ku, shunda juda zo'r chunk bor ingliz tilida. Autodidact deyiladi. Google qilib ko'rishingiz mumkin. Bo'lmasa ekranga qo'yib yuboramiz. Ya'ni o'zi o'rganadiganlar, ya'ni o'rganish haqida gap ketayotganda, o'sha o'rganishda disiplin bo'lib qoladiganlarni autodidact deymiz. Qisman o'sha paytda shunaqa edim. Hozir ham shunaqa bo'lsam kerak, bilmayman. Lekin o'sha paytda boshqalardan o'rganganman, qayta-qayta o'rganganman, imtihon topshirganman ko'proq. O'sishga o'rganim meni yanada motivatsiya bergan shu narsani qilishimga. Lekin misol uchun nima desa, bitta test topshirib, o'sha reytingdan 8,5 olish bu wow. Men wow degan bo'lardim o'zi ishonasiz demardim. Chunki men o'zim 4-chi testimni olganman, reyting 8,5. Birinchi 6, keyin reyting 7,5 bo'lgan, keyin reyting 8, keyin 8,5. Shunaqa. Hozir qanaqa set olishimga qarab, reyting 17,8,5, birda 8, ba'zi payt 7,5 chiqib qoladi. Hech kim bilmaydi, misol uchun qaysigadir yaxshi o'siz, qaysigadir yoza olmaysiz. Mana men degan nandalar ham qiynaladigan typelar bor. Chunki tan olishimiz kerak, biz educated native speaker emas, biz liboy berilgan academic materialga moslashib keta olmaymiz. Yes. Xo'p, ana endi sizdan so'raymiz. Jonibek Tahirov. Speakinglari menga juda yoqadi, chunki chunklar shunaqa suqib oladilar. Xo'p, nima degan bo'lasiz? O'sha chunklar juda muhim. Ular oddiy chunk emas, aynan natural expression deyiladi. Ya'ni ularni men qayerdan olaman? Reading passage'lardan olaman, qaysi native speakerni speech'idan olaman, har xil joydan necha yildan beri yig'ib kelganman. Ularni puzzle deb nomlayman men, chunki puzzle ya'ni ikkita puzzle'ni yig'ib chiqish kerak-da, ular puzzle. Ya'ni picture. Broader picture'ni puzzle. O'shadan yig'ib kelganman. Ya'ni imtihonda o'sha puzzlelar bilan ishlash kerak. Ba'zi o'quvchilar xato puzzle ikkita joyga qo'yadi, ya'ni word choice'da xato bo'ladi, va Excel resursdan 6-7 chiqib qolsa nima uchun pas qo'ydi deb ekzaminlar ayblashadi. Aslida ayb ekzaminlarda emas. O'sha chunklarni yig'ib, fluency'ni ushlab, fluency tez gapirish emas, ravon gapirib, pronunciationga e'tibor berib, o'sha chunklarni ishlatib, zo'r conversation ushlab bersangiz, ayniqsa part 3da discussive, debate like conversation bo'lsagina bemalol speakingdan 8,5 balki 9 ham olishimiz mumkin ekan. Menda shu ishlagan va bu narsani 2 marta ishlatib ko'rganda, 2 marta ham speaking 8,5 chiqqan. Menda ham xuddi sizdek speaking o'ynab turadi. Ba'zi payt 8, 7,5 chiqqan paytlari ham bo'lgan. Endi u ko'p faktorlarga bog'liq. Part 2 savolingizga o'sha paytda warm up qilganmiz yo'qmi, examineringizga bog'liq bo'lishi mumkin va boshqa ko'p faktorlarga. Writing speaking haqida gaplashdik. Endi reading listening. Before we go on to that, I would love to add a point. Okay, sure. So we do run Telegram channels. We are partially present in the media, and we get to see people criticizing our scores when we fail. And the thing I want to tell you to people who think that
every single teacher has to get a 9 all the time. The thing I would tell you guys is that human species, we human beings, are inconsistent creatures. Deservedly so, right? So when you see the person you admire failing, like, don't rush to criticize. There might be something going wrong that would be out of their control. So that's the thing I want to add. Yeah. Ya'ni biz shu mikrofonga chiqdikmi, shu podkastni qildikmi, qanaqadir value olib kelish uchun qilganmiz. Ya'ni biz kechagina IELTS topshirib, srazi mediaga o'qituvchi bo'lmasdan video olish, podkast olish niyatda qilmaganmiz, chunki unaqa odamlar emasmiz. Ya'ni biz mediada juda kam presence bo'lgani uchun hamma narsani yig'ib, eng qiyin mavzularni tanlab podkast qilishga qaror qilgandik. Ya'ni bu yerdagi hamma fikrlar shaxsiy va serious qabul qilinmasligini so'rab qolardi. Va har bitta aytilgan advice bu yerda expert levelga, chunki real instructorlar tomonidan podkast olib borilyapti. Hamma o'zini stayingiz haqida advice berdi. IELTS hozirda IELTS o'qiyotgan o'quvchilarga juda ham foydali bo'ldi. Ya'ni top secrets va tips bo'ldi. Endi hamma yaxshi ko'radigan ikkita section haqida gaplashsak, reading va listening. Xo'p, listeningdan 9 olganlarni juda ko'p ko'ramiz o'quvchilarni, lekin readingga kelib ular ba'zida 9 ola olmaydi. Endi 9 olish qiyin. Nima uchun shunaqa bo'ladi deb o'ylaysiz va siz o'zingizga ishlagan texnika va nima advice bergan bo'lardingiz reading bo'yicha? So'z yodlash kerak. So'z yodlash kerak, albatta. Albatta. Reading test is a vocab test. O'quvchida bizda online marketda juda ko'p keling, men sizga readingdan 9 olishni, men ikkita texnikasini o'rgataman, ertaga imtihon qilib 9 olib chiqasiz degan narsalarni ham ko'rganman. Bu narsaga ko'p ishonamiz. Men ishonmayman, siz ishonmaysiz, lekin o'quvchilar ishonishadi. Iltimos qolgan bo'lar edim, qanaqadir texnikalar sizlarga yordam bermaydi. So'z o'rganish comprehension oshiradi. Comprehension yaxshi bo'lgandan keyin reading 9 olish possible. Bo'lmasam Frankensteinni keltirasizmi? Einsteinni keltirasizmi? Qanaqadir ular fizika qonunidan kelib chiqib texnika o'rgatadimi sizga IELTSga reading 9 olish uchun hech qaysi yordam bermaydi. Bir marta reading 9 olib qo'yganlarni ko'rsanglar, misol uchun ularda skill yomon demayapman, men demoqchi bo'lgan narsam bir marta olish bor, qayta shu narsani olish borda, kimdir ishlagan test tushadi, kimdir haqiqatda zo'r. Ya'ni bu demoqchiman, internetda ko'rgan reading 9 listening 9 ga o'zingiz solishtirmang. That's the thing I would tell. Shu bilan yakunlasa ham bo'ladi. Juda ham foydali va manfaatli podkast bo'ldi deb o'ylayman. Qisqa bo'ldi, keyingi sonlarda yanada dolzarb, controversial mavzularni olib chiqib, podkastlarni davomiy yuklab borishga harakat qilamiz. Sizlar bilan bugun Mr. Kamron va Mr. Jonibek IELTS instructors bo'lib o'tdi. Ya'ni sizlarga juda ham yaxshi podkast va foydali podkast olishga harakat qildik. Sizga podkast yoqqan bo'lsa, qaysidir joyi yoki qaysidir qismi kommentda o'z fikringizni bildirishingizni so'rab qolgan bo'ladi va albatta like va subscription buttonini bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr, rahmat. Stay hard and happy, people.